Assalomu alaykum barchalarga va Triple Uzga obuna bo'lganlarga. Triple Uz bu nima degan savol kelib chiqibdi. Triple Uz bu media loyiha, faqat podkast emas, bu ya'ni bu qiziqarli suhbat. Bu ko'plar podkastda faqat suhbat yo'q. Qiziqarli ochiq maydon, ya'ni bizlar savollarni kunlab tayyorlaymiz. Bu bir kunda tayyor bo'lgan savollar emas. Biz undan so'raymiz, nima u, kim bu, nima uchun sen yoqtirmaysan odamni, nima savol bergan bo'larding deb, ya'ni xalq savolini o'sha insonga beramiz va xalq javob topadi. Savollarni qayerdan olasizlar degan nimaga savollarni xudo xolasa yangi loyiha o'ylab topganmiz. Savol berasizlar, anonim bo'lib keladi bizga, ya'ni siradan kelgan bilinmaydi. Shuni xudo xolasa yo'lda biza inshaalloh 2-3 kunlarda bu narsa bo'lib qolishi kerak. Keyin yana bir yangilikimiz, kommentariyalarni живой javob beramiz. Ya'ni mana hozir birdan o'qib berib javob beraman. Zapis ekranini yoqib qo'yaman. Sraz javob beramiz. Tak. Orzu Murodkadan boshlaylik. Sal qiyin bo'ldi. Doktor kosmetolog Zulayho degan opamiz yozibdilar. Ko'rsatuvni zo'rini o'ylabsizlar. Rahmat, xudo xolasa birma-bir suhbatga chaqiramiz. Qolganlar zo'r, omad hammaga debdilar. Tushganlarni bilmadim-u, bilyard o'ynasalar yomon asab qiladilar. Orzu Murod aka, asab qilmang aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Ikkinchi videomizga, ya'ni ikkinchi qismiga o'tdik. O'zimizda главный giroy Dilshodjon yozibdilar. Suhbatimiz juda qiziq va ajoyib bo'ldi. O'tib kirib oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilib qolamiz. Rahmat. O'sha kun sizga bo'lsa, o'zingiz boshqa chaynagandim, o'zim kommentariy yozibman. Javochka chaynashga necha deb. Tak, menga hamma respekt bilan kommentariyalar kelibdi. Iloji bo'lsa kommentariyalar yozsanglar, biz joyiga javob berib o'tamiz. Bu yangi proyekt, ya'ni loyihaning o'ziga Dilshod aka intervyu olyaptilar o'sha. Dilshod kulmasdan javob bergan, unaqa ustidan ko'plashaman. Orzularingizga yetish nasib qilsin. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Next Albatros, xudo xolasa Baxtiyor akamdan ham olamiz. Baxtiyor akam rozi bo'lsalar, xudo xolasa Baxtiyor akamdan ham olamiz. Tak. Uchinchi videomiz kommentariyasiga kiramiz. Bir-birimizga mehribon bo'laylik deb men yozibman. Bir-birimizga mehribon bo'laylik, конечно. Ijodingizga, ishlaringizga omad ukam, hurmat qilaman sizni. Orzu Murodga bizni hurmat qiladiganlar inshaalloh va alhamdulillah juda ko'p. Молодец ukajon, omadingni bersin. Hurmatim cheksiz, omadingizni bersin. Ijodingizga ko'z tegmasin, baraka beradi. Orzu Murodga qarayapsiz, xalq sizni yaxshi ko'radi aka. Xalq sizni juda yaxshi ko'radi. Mana o'sha kommentariyadan bilib turibdi. Kommentariy har kim ham kommentariy yoza olmaydi aka. Diyor o'rtosh, sahnada do'stim yo'q, lekin meni yonimda eng yaqin insonimsan deyish uchun kim bo'lish kerak dedilar. O'zimga javob bermabdi. Shu qo'lidagi telni yig'ishtirib savol beringlar, faqat shu telga qarab savol beryapsizlar. Ana shu muammo bizning hozirgi kunda. Ana shu eng katta muammomiz, mana shunga qarab beryapmiz. Xudo xolasa, endi podashga qarshi yozib tursanglar, biz tushunamiz, bu nima yozyapti yo'q. Qiyin. Ya'ni savolni to'g'ri berish qiyin. Biz endi bunaqa savollar berib o'rganmaganmiz. Inshaalloh mana kundan kunga o'ylashim bo'yicha rivojlanish bo'lyapti. Xudo xolasa telefonga qaramay beramiz. Inshaalloh biza yordam berayotganlarni aytib o'tay. Podashka qiladigan masalan, birinchi videomizni ko'rdinglar. Green Coffee asoschisi Bobur bilan bo'ldi. Mashina bo'lganda, ikkinchi videomiz o'sha освещение naqa bo'lganda, o'sha svet, uchinchi videomiz o'sha studiya podkast. O'sha Xudoga shukr kundan kun rivojlanish bo'lyapti. Shuning uchun xudo xolasa sizlarni poddershkanglar va biz bosamiz gazini.
bir ikkitalar yozibdi. Qolli. Yozdi demayman, to'g'risini aytaman. Bir ikkitalar gapirgan. Ko'plar gapirganim yozdi deyoradi-ku, men unaqa mana bilmayman, gapirib eshitib qolli. Ular 3-4 videodan keyin уже videoni yig'ishtirib reklamchi bo'lib ketadi. Yo'q, biza bu proyektga kirdik. Bu proyektga biza kirishimizdan sabab shahrimizda unaqa loyiha ko'rmadim. Ko'rmaganim sababli men bu proyektni ochdim. Ochdik, to'g'riroq, ochdim demayman, ochdik. Men, Dilshod va Ulug'bek akam. Ulug'bek akam ko'plar taniydi, ko'plar tanimaydi. Tanimayotganlarga biomiz yozilgan, olib bilayki, tushunchimiz bizani. Xudo xolasa bu proyektga bizga zo'r podдержка berayotgan bir inson Jasurbek, jaz fotograf. Ikkinchi intervyumiz Jasur bilan bo'ldi. Вообще bomba qilib yordam beryapti Jasurbek. Jasur, rahmat sizga. Yurakda siz jigar. Orzumurod akam yaxshi maslahatlar berdilar intervyudan keyin. Nimamiz minus, nimamiz plus, har tomonlama yordam beryaptilar. Unisiga hech qanaqa pretenziyam yo'q. Xudo xolasa keyingi inson biz hozir o'ylab qo'yganmiz, keyingi inson bilan keyingi inson xudo xolasa biz bilan suhbat qilishga rozi bo'lsalar, inshaalloh suhbatni boshlaymiz. Ungacha sizlar qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz yoki direkt yozasiz, yo aytganimdek, inshaalloh 2-3 kunda bu loyiha nima chiqadi, anonim savol keladi bizga. Ya'ni siz yozganingizni bilmaymiz. Shu savolingiz kelib turadi. Mana shu odam yozgan deb keladi. Ya'ni savol keldimi? Mana shu savolga javob berib o'tamiz inshaalloh. Mana nima demoqchiman? Xudo xolasa podдержка qilganlarga rahmat. Уже bilinib turibdi kim podдержка qilyapti, kim podдержка qilgani yo'q, uni qarang bo'lib turadi, chunki bir xil emas. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa podpисчикimiz, ya'ni obunachilarimiz 500 dan o'tgani bilan biz mini konkurslar qilish boshlaymiz. Yani obunachilarimiz ichidan har nima hafta, har juma kuni inshaalloh bir kishini tanlab 100 yoki 200 ming so'mdan pul ko'chirib beramiz. Yo'q joydan kimdirga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va reklama masalasi, reklama ko'pina qildi. Reklama masalasi, biz reklamchi bo'lib ketmaymiz degan qanaqa masalada. Biz reklama erta inshaalloh urovengga chiqqandan keyin olamiz. Qanaqa reklama olamiz? Ya'ni biz suhbat qilayotgan vaqtimiz stolimiz ustida sizda mahsulotingiz, sizda brendingiz tushgan shu stakanmi yo o'sha flag bayroqcha bor, bayroqcha turadimi? Ya'ni sizda brendingiz turadi stolning ustida va ikki og'iz aytib o'tamiz brendingiz haqida. Faqat minus tomoni bor, sizlarga yoqmaydigan tomoni, kimdirga yoqadi, kimdirga yoqmaydi. Biza to'g'ri kelgan narsani reklama qilmaymiz. Ya'ni o'zimizga ma'qul kelgan narsani biz xalqqa aytamiz. Chunki biza alhamdulillah pulga muhtoj joyimiz yo'q. Sizlarning reklamadan tushgan pulinglar 3 ga bo'linadi. Birinchisi bu kontent ketadi. Ikkinchisi bu anaqaga targetga beramiz. Va uchinchisi o'sha aytayotgandek ehsongacha olib boramiz. Ya'ni 3 ga bo'linadi. Ya'ni o'zimizga biza pul, u sizlarning pulinglar biza o'zimizga, ya'ni non yemaymiz sizlarning pulinglardan. Kontent ketadi, ya'ni mana shu yanada kачественный bo'lish uchun rivojlantirishga. Ikkinchisi bu targetimizga, uchinchisi inshaalloh ehsonga. Shunga qanaqa savolinglar bo'lsa, berib o'tsanglar, biz xursand bo'lamiz. Ya'ni bizdan qanaqadir minusimiz bo'lsa yozib o'tinglar. Albatta, biz ham do'stimizgina yozadi, dushmanimiz kuladi. Shunga sizlardan boshqa ishonadigan odamimiz yo'q. Podдержка uchun rahmat. Sog' bo'linglar.